inkolari ko'pda, shunga shu joyda faqatgina arbeit qilib yuraman deb o'ylamasdan koreys tilini o'rganishga harakat qilinglar. Men O'zbekistonda yashaganimda nima deydi? Bir ikkita qonunlarni bu joyda yashaganman. Misol registratsiya qilishiga, vaqti o'tib shunaqa qilgani uchun shu uchastkada mana o'shalar menga rosa baqirdilar. Keyin xabar bermasdan ham koreys tilidan dars berib, shu noqonuniy ish ham qilganman. Lekin Koreyaga kelib, nima deydi, ujubalarni qarasam, ular nima deydi, mashinalarini pravasiz ko'p haydab yuradi ekan. Shuni qara hayron bo'ldim. O'zbekistonda men tanishlariga so'rasam, hech kim O'zbekistonda pravasiz boshini haydamaydi-da. Lekin Koreyaga kelib, negadir ular pravasiz boshini haydayapti. Bunga sabab nima? Ular nimaga shunaqa qilyapti deb o'ylasam, menimcha Koreyada gaylari yo'q-da shu ko'chada. Shunga shunaqa qilganmasmi deb ham o'yladim. Lekin siz nima deydi, gaylar yo'q bo'lsa ham bizda kameralar turibdi. Shunga sizlarni jarimalari kelyapti. Shunga sizlarni ehtiyot bo'lib boshini haydinglar. Mening nomerim, agar kimdir kerak paytda menga xabar berib so'rasangiz ham bo'ladi. Lekin 9 dan 6gacha ishlayman. 6dan keyin menga xabar bersangiz men shuni o'chiraman.